Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bitta pressebimiz sotilgan. Presseb ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan. Surxondaryo viloyatidan kelib xarid qilganlar, zakaz berganlar. Bir mostlik, ikki mostlik presseblarimiz tayyorlari ham bor. Mana zakaz berganlar 5-6 kun ichida tayyor qilib beramiz. O'rtoqlar, kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, layklari bosib, obuna bo'lib, presseb oluvchilarga tarqatib qo'yamiz. Presseb ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan. Mana 14 lik balonlar bo'lgan. Kobalt balonlarida resorlarimiz juda baquvvat resordan mana. Murojaat uchun telefonlar 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga bemalol murojaat qilasizlar. Kimga bir mostlik, ikki mostlik kerak, presseblar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Tok montaj ishlari qilinyapti hozir. Mana Surxondaryo Boysun tumanidan kelib qora qo'plarni mana ustanovka qilib berdik. Aka, Surxondaryoning qayerdansiz? Boysundan. Presseb ma'qul bo'ldimi aka? Boshqalar ham tavsiya qilasizmi? Nimaga qo'rqasiz? Yangam YouTube'ga chiqmadi dedimi sizga? Mayli, baraka toping. Yaxshi kunlarga ishlating. Mayli, kimga bir mostlik, ikki mostlik presseblar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Murojaat uchun telefonlarimiz mana. Yana bir eslatib o'tamiz. 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Bir mostlik, ikki mostlik presseblarimiz tayyorlari ham bor. Mana ichkaridan presseb tayyorlash jarayoni bo'lyapti. Bittasi Qashqadaryo chiroqchiga, mana u baland qilib qalinlikdan qilinyapti. Charog'monlarga mo'ljallangan. Mana u Surxondaryoga zakazlar bu ham. Qaysi tuman edi esimda yo'q. Xudo xolasa bular ham yaqinlashib qoldi. Ertaga ikkalasi ham tayyor bo'ladi. Presseblar mo'stin mana bunaqa qalin turbalardan qilinyapti. Buroviy turbalardan. Murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bir mostlik, ikki mostlik presseblar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Presseb oladiganlarga jo'natib qo'yamiz. Layklari bosib, obuna bo'lib, kommentariyalar yozamiz. Kamchiliklarimiz bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Mana ikki mostlik presseblarimiz tayyorlari ham bor. Assalomu alaykum. Hamma yaxshimiz. Murojaat qilaverasizlar.